Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Buxoro viloyati bo'limi ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasida 35 yillik sharafli yo'l ijodiy tanlovini e'lon qiladi. Tanlovning asosiy maqsadi mustaqillik yillarida mamlakatimizda, xususan Buxoro viloyatida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot, tarixiy meros hamda zamonaviy yangilanishlarni yuksak jurnalistik mahorat, xolislik va kreativ yondashuv asosida keng yoritishdan iborat. Ishtirokchilar quyidagi mavzularda ijodiy ishlarni taqdim etishlari mumkin. Mustaqillik solnomasi, mamlakat taraqqiyoti, amalga oshirilayotgan islohotlar va bunyodkorlik jarayonlarini yorituvchi eng yaxshi maqola, ocherk va publitsistik materiallar, bosma nashrlar uchun. O'zbekiston 35 yillik sharafli yo'l, eng yaxshi hujjatli film, teleko'rsatuv yoki radio loyiha, eng yaxshi videorolik, ijtimoiy tarmoqlar uchun. Buxoro kecha va bugun formatida Buxoroning kechagi va bugungi taraqqiyoti qiyosiy tarzda aks ettirilgan eng yaxshi fotoreportaj, elektron nashrlar uchun. Qadim va navqiron Buxoro, Buxoroning boy tarixiy madaniy merosi hamda zamonaviy qiyofasini yorituvchi maxsus ijodiy loyihalar barcha ommaviy axborot vositalari uchun. Shuningdek, tanlov doirasida bir qator maxsus va rag'batlantiruvchi nominatsiyalar ham ta'sis etiladi. Ijodiy ishlar 2026-yil 20-avgust kuni soat 23:59 gacha elektron pochta belgisi Buxpress bot Telegram boti orqali qabul qilinadi. Tanlov g'oliblari Mustaqillik bayrami arafasida bo'lib o'tadigan tantanali marosimda O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Buxoro viloyati bo'limi tomonidan diplom, maxsus statuetka va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi.